Jannatning xushbo'rqini hayot odamning puriyolishi. Savol: Assalomu alaykum. Hayot odam jannatning purqini puriyolamdi? Javob: Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Bir necha sahih hadislarda jannatning purqini purash tilga ilingan. Masalan, Anas ibn Nazr raziyallohu anhu jangi atlanganda jannatni xohlayman. Atam Nazrning Rabbi bilan qasamki, men Uhudning yanida jannatning bo'yini puravaman degan. Bu sahoba jannatning purqini burni bilan purab oladigan bo'lishimi ehtimol. Olimlardan bu hadisni zohiri bo'yicha tushunganlarmi bor. Ya'ni Alloh taolo jannatning purqini jang maydonida paydo qilib bergan. Sahih hadislarda uning hidining 500 yillik musofadan kelib turadiganligi ko'rsatilgan. İmam İbnül Qayyim rahmetullahi alayhi deydi jannatning purqi ikki turlik bo'ladi. Biri dunyoda bo'lib, buni bandalar purmasimi arvohlar ba'zida puraydi. Yana biri xuddi gul chechaklarning purqini purg'anga o'xshash purash a'zolari orqali puriladigan puraq bo'lib, buni jannat ahli oxiratda yaqindan ham yiroqdan puraydi. Ammo dunyoda bo'lsa, uni Alloh xohlagan payg'ambarlar puraydi. Anas ibn Nazr raziyallohu anhu purg'an puraq mushu turdagi puraq bo'lishi mumkin. Birinchi turdan bo'lishi mumkin. Ya'ni ba'zi olimlar buni haqiqiy purash emas, o'xshitish deb tushungan. Ya'ni Uhudning yanida o'ldirilish jannatga kirgizadigan va uning nozu ne'matlariga noil qiladigan, hidini olalaydigan ish demakchi. Yoki haqiqatan bir xil xushpuraq purg'an bo'lib, bu xushpuraq uningga jannatning xushpuraqini eslatgan bo'lishi mumkin. Yoki jannatga mushundaq joylarda jihad qilish orqali erishgili bo'ladiganligini yodiga olib, shundaq his qilgan bo'lishi mumkin. Yuqoriqilarning hammasi ehtimolliq. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Doktor Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 1-tom, 13-numorliq fatvo.